Kenasari Bahodir Buxoro amirligidan ham najot so'raydi. Mana Rossiya imperiyasiga qarshi kurashni o'zi bo'lmasdi. Baribir orqada qandaydir katta kuchlar turish kerak edi. Natijada Kenasari Buxoro amirligiga murojaat qiladi. Amir Nasrullohga. Amir Nasrulloh Kenasarini o'sha qozoq xoni sifatida o'sha tan olgan. Uchta juzning xoni sifatida tan oladi. Qoyil qolish kerak. İmperator Nikolay Iga qarang bir necha xatlar yo'llagan ekan Kenasari Bahodir. Ya'ni rus nimalarga xatlar yo'llaydi. Amal keyin nima qilamiz? Mana shu xatlarni men kecha o'qib nima qildim? Hayron qoldim. Kenasari rostdan ham diplomatik nimasi ham kuchli bo'lgan ekan. Ya'ni o'sha imperator Nikolayga yozgan xatida meni sog'ligimni bilmoqchi bo'lsang, men soppa sog'lomman deyapti. Va agar men yomonligim yo'q deyapti-da. Rossiya imperiyasiga biz agar xohlasalaring do'stona aloqalarni tiklaymiz va biz bilan do'stona anav qilinglar, muomala qilinglar. Agar bo'lmasa biz kurashga tayyormiz, chekinmaymiz va oxirgi qonimiz qolguncha kurashga tayyormiz sizlar. Shunday katta Rossiya imperiyasi. Shunday butun dunyoning eng katta imperiyasi deyarli. U Rossiya imperiyasi o'ylab ko'ring, undan kuchli bitta Britaniya imperiyasi bo'lmasa dunyoda undan kuchli davlat bo'lmagan o'sha paytlar. Unga qarshi mana qozoq sultonlari qanday mardonavor kurash olib boryaptilar. Nikolay Iga bir nechta xatlar yo'llaydi. Shuningdek Kenasari Orenburg general gubernatori Vasiliy Perovskiyga, undan keyinroq esa o'sha Perovskiyning o'rniga kelgan Vladimir Afanasiyevich Obruchevga ham xatlar yuboradi. G'arbiy Sibir, ya'ni masalan tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qiladi. To'ppa-to'g'ri. G'arbiy Sibir general gubernatori o'sha Garchakovga ham xatlar yo'llaydi. Kenasari bu ulug' kurashda jangovar tayyorgarlik ko'rish uchun qarang kimlardan foydalangan ekan. Hatto qochoq ruslar bor-ku, o'sha kripasnoylikdan qochib kelgan ruslar, shularni ham o'zini armiyasiga olgan ekan. Tasavvur qilavering. Ya'ni bu armiya faqat qozoqlardan iborat bo'lmaganda, qozoq, o'zbek yoki turkman, qirg'izlardan iborat bo'lmagan. Kenasarining armiyasi internatsional armiya bo'lgan. Qoyil qolish kerak. Eng qizig'i meni eng qoyil qoldirgani Kenasarining nimasi, maslahatchisi Polak bo'lgan. Polak inqilobchisi, Polak demokrati. Rossiya ajoyib. Men umuman qoyil qoldim. Bu haqiqatdan ham o'sha internatsional armiya bo'lgan. Hatto mana ajnabiy o'sha instruktorlar va qurolsozlardan ham foydalanishga qaror qilgan. Demak, bildiki Kenasari imperiyaga qarshi quruq o'sha eski taktika bilan, eski qurollar bilan mumkin emas. Unga haqiqatdan zambaraklar, o'shani ustalari kerak. Kenasari mana shunday odamlarni ham o'zini armiyasiga jalb qiladi. Va Kenasari katta kuch to'plagandan keyin 1838-yili Akmolinsk qalasiga hujum qiladi. Va shturm bilan bu qal'ani oladi ham. Demak, mana bu yerda ko'rsatilyapti. Hozirgi Qozog'iston poytaxti Astonani shturm qilib oladi. Shunday jang bo'lgan ekan, endi Hayratxo'ja kecha o'qib hayratlandim jangda. Qozoqlar o'sha otryadlar, minglab otryadlar o'rab kamonda otib kelyapti deyapti-da. Ruslar zambaraklarda, miltiqlarda uryapti, bular kamonlarda otib va nimaga chiqib ketadilar. O'rmalab devorlarga chiqib, bu yerda Kenasarining eng botirlaridan biri, eng yaxshi safdoshlaridan biri Bosiqora Botirning qahramonligini alohida e'tirof etish kerak. Bosiqora Botir qal'aga birinchilardan bo'lib yorib kiradi va qahramonlarcha halok bo'ladi. O'sha nimaga Akmolinskka. Va mana shu jangda qozoqlar juda ko'pchilik halok bo'lishiga qaramasdan ruslar Akmolinskni tashlab qochadilar. Kenasari bu jangda Rossiya armiyasini g'alaba qozonadi, garnizonni tormor qiladi va mana shu shaharni qo'lga kiritadi. Tasavvur qilavering. Bu yerda o'sha Ag'ibay, Imon, Navrozbaylar o'sha haqiqatdan qahramonlarcha jang qilgan va isyonchilar qal'ani egallaganlar. Shundan so'ng isyonchilar To'rg'ay rayoniga ham yuradilar va u yerda Jolaman Tilinshi o'g'li, ya'ni Tarxon Tabin urug'idan o'sha bu kishi Jolaman Tilinshi o'g'li kelib nimaga qo'shiladi. Garchakov Kenasariga tuzoq qo'yish uchun har biri 50 kishilik undan oshiq otryadlarni turli xil uchastkalarga qo'yib chiqadi. Qarang. Ya'ni Kenasarini qo'lga tushirish uchun ruslar endi tuzoq qo'yishni boshlaydi. Turli xil daralar, yo'llar, aholi punktlariga pistirmalar qo'yadi.
ya'ni Gorchakov